Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugun men sizlarga avgust oyidan kuchga kiradigan juda muhim o'zgarishlar haqida batafsil tushuntirib beraman. Bu ma'lumot faqat bir guruh odamlarga emas, deyarli hammaga tegishli. Pensionerga ham, ishchiga ham, tadbirkorga ham, talaba va ota-onalarga ham, ijtimoiy yordam oladigan oilalarga ham. Eng muhimi, hukumat tomonidan qabul qilingan yangi tartiblar odamlarning hujjat ishlari, to'lovlari, nafaqa, imtiyoz va xizmatlardan foydalanishiga bevosita ta'sir qiladi. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Chunki bir dona noto'g'ri tushuncha, bir dona kech topshirilgan hujjat yoki bir dona e'tiborsiz qoldirilgan xabar sizni puldan, imtiyozdan yoki kerakli xizmatdan mahrum qilishi mumkin. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki men bunday muhim yangiliklarni oddiy tilda odamlar tushunadigan qilib sharhlab boraman. Avvalo, men asosiy masalani tushuntiraman. Oldin ko'plab davlat xizmatlari, yordam pullari, ariza topshirish, ma'lumotnoma olish, kompensatsiya yoki imtiyozlarni rasmiylashtirish jarayonlarida odamlar ko'p vaqt yo'qotar edi. Masalan, bir fuqaro oddiy ma'lumotnoma olish uchun mahallaga borardi, keyin tuman tashkilotiga borardi, keyin bankdan ma'lumot olib kelardi, yana qayta tekshiruv bo'lardi. Bitta ish uchun 2-3 kun, ba'zan bir hafta ketardi. Endi avgust oyidan boshlab bir qator jarayonlarda tartib o'zgarmoqda. Asosiy maqsad shuki, fuqaro keraksiz hujjat tashib yurmasin, davlat idoralari o'zidagi ma'lumotni o'zi elektron tizim orqali tekshirsin. Bu juda muhim o'zgarish. Chunki ko'pchilik insonlar aynan hujjat yig'ish bosqichida qiynaladi. Kimdir uzoq qishloqda yashaydi, kimdir ishdan ruxsat ololmaydi, kimdir keksa ota-onasi uchun idorama-idora yuguradi. Endi hukumat qabul qilgan yangi tartiblarda bir necha yo'nalish ko'zda tutilmoqda. Ijtimoiy yordamlarni aniqroq belgilash, ayrim arizalarni elektron shaklda qabul qilish, ma'lumotlarni avtomatik tekshirish, ayrim to'lov va kompensatsiyalar bo'yicha shaffoflikni oshirish, aholining ehtiyojmand qatlamlariga yengillik yaratish. Men bu yerda eng muhim jihatni alohida aytaman. O'zgarishlar hamma uchun bir xil natija bermaydi. Kimdir yutadi, kimdir hujjatini vaqtida topshirmasa, imkoniyatdan foydalana olmaydi. Shuning uchun har bir kishi o'z holatini tekshirishi kerak. Eng ko'p savol beriladigan masala bu ijtimoiy yordam, bolalar nafaqasi, moddiy yordam, kam ta'minlangan oilalar ro'yxati va shunga o'xshash to'lovlardir. Oldingi tartibda ko'p oilalar o'zini ehtiyojmand deb bilgan, lekin tizimda daromadi, mol-mulki yoki boshqa ko'rsatkichlari sababli yordam olishga kira olmagan. Ba'zi hollarda esa aksincha, haqiqatan qiynalayotgan oila hujjatni to'g'ri topshirmagani uchun rad javobini olgan. Avgustdagi o'zgarishlarning mazmuni shundaki, endi ijtimoiy yordam masalasida oilaning real holatini aniqlashga ko'proq e'tibor beriladi. Ya'ni faqat bitta maosh yoki bitta ro'yxatga qarab xulosa qilish emas, balki oiladagi a'zolar soni, bolalar soni, nogironligi bo'lgan shaxs bor-yo'qligi, doimiy daromad manbai, mavjud mol-mulk, kredit yuklamasi, kommunal to'lovlar, bandlik holati kabi omillar ham muhim bo'ladi. Masalan, bir oilada ota 3 million so'm maosh oladi, ona ishlamaydi. 3 nafar bola bor. Oldin ayrim holatlarda tizim faqat maoshga qarab, bu oilaning daromadini yetarli deb bag'olashi mumkin edi. Lekin real hayotda 3 million so'm 5 kishilik oila uchun oziq-ovqat, maktab xarajatlari, kiyim-kechak, kommunal to'lovlar, dorilar va yo'l xarajatlariga yetmaydi. Endi bunday oilalar o'z holatini aniqroq ko'rsatishi, hujjatlarni to'g'ri rasmiylashtirishi va elektron tizimdagi ma'lumotlarni tekshirtirishi muhim. Yana bir misol. Bir ayol yolg'iz ona 2 farzandni tarbiyalayapti. Uning nomida eski avtomobil bo'lishi mumkin, lekin u avtomobil ishlamaydi yoki daromad keltirmaydi. Agar tizimda bu avtomobil faol mulk sifatida ko'rinsa, yordam olishda muammo chiqishi mumkin. Bunday vaziyatda fuqaro mahalla, ijtimoiy himoya bo'limi yoki tegishli davlat xizmatlari markazi orqali holatini izohlashi kerak. Chunki tizimda turgan ma'lumot doim ham hayotdagi vaziyatni to'liq aks ettirmaydi. Men tomoshabinlarga shuni qat'iy aytaman. Agar siz ijtimoiy yordam, bolalar nafaqasi yoki moddiy yordam olishni rejalashtirayotgan bo'lsangiz, birinchi navbatda oilangiz haqidagi ma'lumotlar to'g'ri kiritilganini tekshiring. Propiska, farzandlar soni, nikoh holati, ish joyi, daromad, pensiya, aliment, mulk va bank ma'lumotlari mos bo'lishi kerak. Bir joyda xato bo'lsa, ariza rad etilishi mumkin. Avgustdagi o'zgarishlardan yana biri pensiya yoshidagi fuqarolar va nafaqa oluvchilarga tegishli. Ko'p keksalarimiz uchun eng katta muammo bu hujjat yuritish, navbat kutish, bank kartasi, pensiya hisob kitobi va indeksatsiya masalalaridir.
Men ko'p marta shunday holatlarni ko'rganman. Odam 30 yil ishlagan, lekin mehnat daftarchasidagi yozuv noto'g'ri, arxivda ma'lumot topilmaydi yoki ish staji to'liq hisoblanmaydi. Natijada pensiya kam chiqadi. Yangi tartiblarning muhim tomoni shuki, pensiya va nafaqa masalalarida elektron ma'lumotlar bazasining roli ortadi. Bu yaxshi tarafdan shuni anglatadi. Fuqaro har bir hujjatni qo'lda olib yurmasligi mumkin. Lekin ehtiyot bo'lish kerak bo'lgan joyi ham bor. Agar sizning eski ish stajingiz, ish joyingiz, maoshingiz yoki arxiv ma'lumotlaringiz bazada noto'g'ri bo'lsa, hisob-kitobda farq chiqadi. Masalan, bir fuqaro 1991 yildan 2005 yilgacha korxonada ishlagan. Korxona keyin yopilgan. Mehnat daftarchasida muhr bor, lekin elektron bazada bu davr ko'rinmaydi. Agar fuqaro pensiyaga chiqishdan oldin bu masalani tekshirtirmasa, pensiya tayinlash jarayonida kechikish bo'ladi yoki hisoblangan pensiya miqdori kutilgandan kam bo'lishi mumkin. Shuning uchun men 51 yoshdan oshgan ayollar va 60 yoshga yaqinlashayotgan erkaklarga maslahat beraman. Pensiyaga chiqadigan vaqt kelishini kutmang. Hozirdan ish stajingizni tekshiring. Yana bir amaliy misol. Pensiya bank kartasi orqali pul oladi. Avgustdan boshlab ayrim to'lovlar, qayta hisoblashlar yoki kompensatsiyalar elektron shaklda tushishi mumkin. Agar karta muddati tugagan bo'lsa, telefon raqam o'zgargan bo'lsa yoki bank ilovasidan foydalanilmasa, odam pul tushganini bilmay qolishi mumkin. Shuning uchun pensionerlarning farzandlari ham mas'ul bo'lishi kerak. Otangiz yoki onangizning bank kartasi, telefon raqami, pensiya hujjatlari, yashash manzili va ariza holatini bir marta tekshirib qo'ying. Avgust oyida aholi eng ko'p sezadigan o'zgarishlardan biri kommunal xizmatlar, subsidiya va kompensatsiya masalalaridir. Elektr, gaz, suv, chiqindi, isitish yoki boshqa xizmatlar bo'yicha qarzdorlik, limit, imtiyoz va to'lov tartibi ko'pchilik uchun juda muhim. Chunki har oy oilaviy byudjetda kommunal to'lovlar alohida o'rin tutadi. Oldin ko'p odamlar qarzdorlikni faqat bildirishnoma kelgandan keyin bilardi. Ba'zan hisoblagichdagi ko'rsatkich bilan tizimdagi raqam mos kelmasdi. Kimdir to'lov qilgan, lekin bazada qarz ko'ringan. Kimdir uyda yashamaydi, lekin to'lov hisoblanavergan. Endi tizimlarni uyg'unlashtirish, ma'lumotlarni tezroq yangilash va fuqarolarga aniqroq xabar berish bo'yicha o'zgarishlar kiritilmoqda. Masalan, siz elektr uchun oyga o'rtacha 1,7 ming so'm to'laysiz. Agar hisoblagich ko'rsatkichi noto'g'ri kiritilsa, qarzdorlik birdan 500 ming so'm bo'lib ko'rinishi mumkin. Bu holatda vahimaga tushmaslik kerak, lekin befarq ham bo'lmaslik kerak. Darhol shaxsiy kabinet to'lovchilaringiz, hisoblagich rasmiy va xizmat ko'rsatuvchi tashkilotga murojaat orqali aniqlik kiritish lozim. Agar sizda chek bo'lsa, bu sizning asosiy dalilingiz bo'ladi. Ehtiyojmand oilalar uchun kommunal kompensatsiya yoki subsidiya masalasida ham aniq tartibga e'tibor berish zarur. Ham avtomatik oladi deb o'ylash xato. Ayrim hollarda ariza kerak bo'ladi. Ayrim hollarda oila ijtimoiy reyestrda bo'lishi kerak. Ayrim hollarda uy egasi nomidagi hujjatlar talab qilinadi. Masalan, uyda ijarada yashayotgan oila kommunal kompensatsiya olishni istaydi, lekin elektr hisoblagich uy egasi nomida. Bunday vaziyatda ijara shartnomasi, yashash manzili bo'yicha ma'lumot va oila tarkibi muhim bo'lishi mumkin. Men bu yerda bir nozik jihatni aytaman. Agar siz uyda yashasangiz, lekin hujjatda boshqa manzilda ro'yxatda tursangiz, ko'plab xizmatlarda muammo chiqadi. Chunki davlat tizimi odamning real yashash joyini emas, ko'pincha rasmiy ro'yxatdagi manzilni ko'radi. Shuning uchun subsidiya, kompensatsiya yoki imtiyoz olishda manzil masalasini oldindan tartibga keltirish juda muhim. Avgustdagi o'zgarishlar faqat nafaqa yoki kommunal to'lovlarga emas, daromad topayotgan fuqarolarga ham tegishli. Ayniqsa, yakka tartibdagi tadbirkorlar, o'zini o'zi band qilganlar, kichik xizmat ko'rsatuvchilar, uyda tikuvchilik qiladiganlar, taksi haydovchilari, ustalar, repetitorlar, onlayn savdo qiluvchilar bu masalaga e'tiborli bo'lishi kerak. Oldin ko'pchilik kichik daromadini rasmiylashtirishdan qo'rqardi. Sababi soliq, jarima, tekshiruv, ortiqcha hujjat degan xavotir bor edi. Endi davlat siyosatining asosiy yo'nalishi shundan iboratki, odam rasmiy ishlasa, unga xizmatlardan foydalanish osonlashadi. Rasmiy daromad bo'lsa, kredit olish, subsidiya olish, pensiya staji yig'ish, davlat dasturlarida qatnashish imkoniyati oshadi. Masalan, bir ayol uyida pishiriq tayyorlab sotadi va oyiga 2 million so'm daromad qiladi. Agar bu faoliyat umuman rasmiy bo'lmasa, u bankdan kredit olmoqchi bo'lganda daromadini isbotlay olmaydi. Keyinchalik pensiya staji masalasida ham muammo bo'ladi.
Agar u o'zini o'zi band qilgan sifatida ro'yxatdan o'tsa, faoliyati qonuniy ko'rinadi. Ayrim ijtimoiy imkoniyatlardan foydalanish osonlashadi. Yana bir misol. Usta oyga 3 million so'm topadi, lekin hech qayerda rasmiy ko'rinmaydi. Oilasi bolalar nafaqasiga ariza topshiradi. Tizimda daromad yo'q ko'rinadi, lekin bank kartalarida doimiy pul aylanmasi bor. Bunday nomuvofiqlik savol tug'dirishi mumkin. Shu sababli men doim aytaman, daromadni yashirish uzoq muddatda foyda bermaydi. Eng to'g'ri yo'l faoliyatni mos shaklda rasmiylashtirish va hujjatlarni tartibli yuritish. Endi men eng amaliy savolga javob beraman. Kimlar bu o'zgarishlardan xavotir olishi kerak? Birinchi navbatda hujjatlarda chalkashlik bor odamlar. Masalan, yashash manzili boshqa, real yashash joyi boshqa. Nikoh holati o'zgargan, lekin hujjatlarda yangilanmagan. Bola tug'ilgan, lekin ayrim tizimlarda oila tarkibiga kiritilmagan. Ishdan chiqqan, lekin ba'zida hali ishlayotgan ko'rinadi. Bunday odamlar albatta tekshirish kerak. Ikkinchi guruh ijtimoiy yordam oladigan yoki olishni rejalashtirayotgan oilalar. Chunki har qanday o'zgarish ularning to'loviga ta'sir qilishi mumkin. Farzand 15 yoshga to'lsa, oila tarkibi o'zgarsa, daromad paydo bo'lsa, mulk rasmiylashtirilsa, bankdagi aylanma oshsa, yordam miqdori yoki huquq qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Uchinchi guruh pensiyaga yaqinlashayotgan fuqarolar, men ularga alohida urg'u beraman. Pensiyaga chiqishdan 6 oy oldin emas, kamida 1-2 yil oldin hujjatlarni tekshirish kerak. Ish staji, arxiv ma'lumotlari, mehnat daftarchasi, eski korxonalardan olingan ma'lumotnomalar, harbiy xizmat, dekret davri, oliy o'quv yurti davri kabi masalalar oldindan tartibga keltirilsa, keyin asab buzilmaydi. Xotirjam bo'lishi mumkin bo'lganlar kimlar? Agar sizning hujjatlaringiz to'liq, manzilingiz to'g'ri, daromadingiz rasmiy, kommunal to'lovlaringizda qarzdorlik yo'q, bank kartalaringiz ishlayapti, arizalaringiz holatini tekshirib turasiz. Demak, sizda katta xavf yo'q. Lekin xotirjamlik beparvolik degani emas. Hech bo'lmasa oyiga bir marta asosiy ma'lumotlarni tekshirib turish kerak. Endi men odamlar eng ko'p xato qiladigan joylarni tushuntiraman. Birinchi tuzoq, hammasi avtomatik bo'ladi deb o'ylash. Ko'p ma'lumotlar elektron tizim orqali olinadi. Lekin elektron tizimda xato bo'lsa, xatoni siz ko'rsatmasangiz, hech kim sizning hayotingizni alohida o'rganib chiqmaydi. Tizimda qanday ko'rinsa, qaror ko'pincha shunga qarab chiqadi. Ikkinchi tuzoq, og'zaki gapga ishonish. Mahalladagi tanish, qo'shni internetdagi izoh yoki messenjerda kelgan xabar har doim ham rasmiy ma'lumot emas. Men maslahat beraman. Har qanday muhim masalada rasmiy manba. Davlat xizmatlari markazi, tegishli vazirlik yoki idoraning kol markazi, shaxsiy kabinet yoki yozma javobga tayaning. Og'zaki aytilgan gapni keyin isbotlash qiyin. Uchinchi tuzoq, chek va hujjatlarni saqlamaslik. Kommunal to'lov qildingizmi? Chekni saqlang. Ariza topshirdingizmi? Ariza raqamini yozib oling. Bankdan ma'lumot oldingizmi? Sanasi bilan saqlang. Sizga rad javobi keldimi? Uni o'chirib yubormang. Chunki keyin shikoyat qilish yoki qayta ko'rib chiqish uchun aynan shu hujjatlar kerak bo'ladi. To'rtinchi nozik masala, oiladagi bir kishining daromadi butun oilaga ta'sir qiladi. Masalan, oila bolalar nafaqasi olyapti. Lekin katta farzand ishga kirdi va rasmiy daromad ola boshladi. Bu holat oilaning umumiy daromadiga ta'sir qilishi mumkin. Yoki turmush o'rtog'i chet eldan muntazam pul yuboradi. Bank orqali kelayotgan pul ham ayrim hollarda daromad sifatida baholanishi mumkin. Shuning uchun arizada real holatni yashirmaslik kerak. 5-masala, mulk nomi kimda turgani. Ko'p oilalarda uy ota nomida, avtomobil aka nomida. Lekin real foydalanayotgan boshqa odam bo'ladi. Davlat tizimi esa mulk kimning nomida bo'lsa, shuni ko'radi. Agar sizning nomingizda foydalanilmayotgan avtomobil yoki eski yer uchastkasi bo'lsa, bu ayrim yordam turlariga ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun mulk masalasida ham aniqlik kiritish zarur. Endi men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, oilaviy hujjatlaringizni tekshiring. Pasport yoki ID karta, nikoh guvohnomasi, tug'ilganlik guvohnomalari, farzandlar hujjatlari, nogironlik bo'yicha ma'lumotnoma, pensiya hujjatlari, ijara shartnomasi, mulk hujjatlari bitta papkada tartibli tursin. Bu oddiy ko'rinadi. Lekin amalda eng ko'p muammo hujjat topilmagani yoki eskirgani uchun chiqadi. Ikkinchi qadam, manzil va oila tarkibini aniqlashtiring. Agar siz bir joyda ro'yxatda turib, boshqa joyda yashayotgan bo'lsangiz, qaysi xizmat uchun qaysi manzil muhimligini bilib oling. Bolar nafaqasi, subsidiya, maktab, poliklinika, kommunal kompensatsiya kabi masalalarda manzil juda muhim rol o'ynashi mumkin. Uchinchi qadam, daromadlaringizni tartibga keltiring.
Agar siz rasmiy ishlasangiz, ish joyingizdagi ma'lumotlar to'g'ri kiritilganini tekshiring. Agar o'zini o'zi band qilgan bo'lsangiz, ro'yxatdan o'tgan faoliyatingiz haqiqiy ishlayotgan sohangizga mos bo'lsin. Agar daromadingiz yo'q bo'lsa, bandlik bo'limi, mahalla yoki ijtimoiy himoya tashkilotlari orqali mavjud dasturlarni so'rang. 4-qadam kommunal to'lovlarni tekshiring. Elektr, gaz, suv va chiqindi bo'yicha shaxsiy hisob raqamingizni yozib oling. Hisoblagich ko'rsatkichlarini oy boshida va oy oxirida suratga olib qo'ying. To'lov cheklarini kamida 6 oy saqlang. Agar qarzdorlik noto'g'ri chiqsa, darhol murojaat qiling va yozma javob talab qiling. 5-qadam. Ariza topshirishda shoshmang, lekin kechikmang. Arizani to'ldirishda har bir bandni diqqat bilan o'qing. Telefon raqamini to'g'ri yozing, chunki xabar shu raqamga keladi. Bank karta raqami, pasport ma'lumoti, farzandlar soni, manzil. Daromad bo'yicha xatoga yo'l qo'ymang. Agar bilmasangiz, taxmin qilib yozmang, mutaxassisdan so'rang. 6-qadam. Rad javobi kelsa, darhol taslim bo'lmang. Rad javobida sabab ko'rsatiladi. Masalan, daromad yuqori, hujjat yetishmaydi. Oila tarkibi mos emas. Mulk mezonga to'g'ri kelmaydi. Ma'lumot tasdiqlanmadi. Har bir sababni alohida tekshirish kerak. Agar xato bo'lsa, tuzatish kiritib qayta murojaat qilish mumkin. Agar qaror noto'g'ri deb hisoblasangiz, yozma shikoyat bering. 7-qadam. Rasmiy kanallarni kuzating. Messenjerlardagi noma'lum xabarlarga tezda pul beriladi. Hamma ro'yxatdan o'tsin, karta raqamingizni yuring degan xabarlarga ishonmang. Davlat yordami uchun hech kim sizdan karta paroli, SMS kodi yoki ilova parolini so'ramaydi. Bu juda muhim. Ayniqsa keksalarimiz va internetdan kam foydalanadigan odamlar firibgarlardan ehtiyot bo'lish kerak. Keling, yana bir nechta holatni ko'rib chiqamiz. Birinchi holat, 4 farzandli oila, ota mavsumi ishlaydi, ona uy bekasi. Yoz oylarida ota ko'proq daromad qiladi, qishda daromad kamayadi. Agar tizim faqat bir oyda tushgan pulni ko'rsa, oilaning umumiy holati noto'g'ri baholanishi mumkin. Bunday vaziyatda daromad mavsumi ekanini ko'rsatish, ish turini to'g'ri rasmiylashtirish va kerak bo'lsa qo'shimcha izoh berish foydali bo'ladi. Ikkinchi holat. Pensioner yolg'iz yashaydi, lekin uning nomida farzandi foydalanayotgan mashina bor. Pensioner ayrim imtiyozlarga murojaat qilganda tizim mulkni pensionerniki deb ko'rsatadi. Bu esa savol tug'dirishi mumkin. Bunday vaziyatda mulk hujjatlarini tartibga keltirish, real egasi kimligini qonuniy rasmiylashtirish yoki tegishli idoraga tushuntirish berish kerak. 3-holat. Talaba kontrakt to'laydi. Oilasi ijtimoiy yordamga muhtoj. Agar oilaning hujjatlari tartibli bo'lsa, ayrim yordam dasturlari, ta'lim kreditlari yoki imtiyozlardan foydalanish imkoniyati bo'lishi mumkin. Lekin ko'p oilalar vaqtida murojaat qilmaydi. Natijada kontrakt muddati o'tib ketadi. Keyin esa kech bo'ladi. Shuning uchun talabalar ham o'z oilasining ijtimoiy holatini bilishi kerak. 4-holat, ijarada yashayotgan yosh oila. Ular kommunal to'lovlarni o'zlari to'laydi, lekin barcha hisob raqamlar uy egasi nomida. Agar subsidiya yoki kompensatsiya masalasi chiqsa, hujjat yetishmasligi mumkin. Bunday oilalar ijara shartnomasini rasmiylashtirishi, to'lovlarni chek bilan qilishi va uy egasi bilan huquqiy munosabatni aniq belgilash kerak. 5-holat. Ayol dekret ta'tilida, eri vaqtincha ishsiz. Oilada chaqaloq bor. Bunday holatda nafaqa, moddiy yordam yoki boshqa ijtimoiy xizmatlarga murojaat qilish mumkin. Lekin tug'ilganlik guvohnomasi, bola ro'yxatga olingan manzil, onaning ish joyidagi ma'lumot, otaning bandlik holati to'g'ri kiritilmagan bo'lsa, jarayon cho'ziladi. Hurmatli yurtdoshlar, avgust oyidagi o'zgarishlarning eng asosiy ma'nosi shuki, davlat xizmatlari tobora ko'proq elektronlashyapti. Yordam va imtiyozlar aniq mezonlar orqali berilyapti. Hujjatlardagi xatolar esa odamning o'ziga zarar keltirishi mumkin. Yaxshi xabar shundaki, tartibni bilgan, hujjatini to'g'rilagan va vaqtida murojaat qilgan odam o'z huquqidan foydalanishi osonlashadi. Men sizga ekspert sifatida aytaman. Bugun 1 soat vaqt ajratib, hujjatlaringizni tekshirsangiz, ertaga bir oy yugurishdan qutulasiz. Oilangiz tarkibi, manzilingiz, daromadingiz, pensiya stajingiz, kommunal hisoblaringiz va bank ma'lumotlaringizni tartibga keltiring. Ariza topshirganda chek, raqam va yozma javoblarni albatta saqlang. Noma'lum xabarlarga ishonmang. Rasmiy manbalarga tayaning. Agar bu o'zgarishlar sizga, ota-onangizga, farzandingizga yoki qo'shningizga tegishli bo'lishi mumkin deb o'ylasangiz, videoni ularga ham yuboring. Izohlarda yozing. Sizning hududingizda avgustdagi o'zgarishlar bo'yicha qanday savollar bor? Qaysi masalada tushunmovchilik ko'p uchrayapti?
Men keyingi videolarda eng ko'p berilgan savollarni alohida tahlil qilib beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va muhim yangiliklardan bexabar qolmang.